Akalar, mana shu ko'rib turgan stullarning suv tekin narxda bo'lib ketdi. Ya'ni aksiya narxida tugab ketguncha bir oyga yaxshigina yengilgina narxda olsang bo'ladi. Qaranglar, razmerlari 640 ga 120 bo'ladi. 24 talik o'sha simala oyoq 4 ta akvariumli bor tepasida. Xudo xolasa ishmaydi, hech narsa bo'lmaydiganidan bo'ladi. 19 million so'mlik stulimizni 18 million so'mga bosaveradigan xonasi. Ya'ni dastlabkasi vodiniysiga mutlaqo tekin. Buni biz 16 million so'm bo'lgan ekan 15 million so'mga olsalang bo'ladi. Bunisini ko'rib tursa 640 ga 120, 16 million so'mlikda 15 million so'mga bemalol bosib olsalang bo'ladi. Alohida stulni o'zini olaman salang 400 ming so'mda atrofida chiqar ekan do'stlar. Bu yoqda mana 14 taliklari bor ekan. Shu turishini 8 million 300 ming so'mga olsalang bo'ladi. Tepalarni o'zgacha qilib qo'ygan oynaklari ham bo'lar ekan do'stlar. Bunisi 16 taligi 9 million so'm ekan. Kimga qaysidan kerak bo'lsa bemalol bog'laninglar. Manzillarini Farg'ona viloyati Bo'yi tumani Yangi Qo'rg'ondan bo'lyapti. Ya'ni Qoratepa qishlog'idan ekran pastida nomerlar bo'ladi, bog'lana olasizlar.